Assalomu alaykum Serquyosh o'lkaning jannat makon insonlari. Assalomu alaykum Farg'ona, Marg'ilon, butun vodiy. Barchangiz bilan yorug' yuz bilan juda ham chiroyli tantanada, juda ham chiroyli bayramda, konsertda diydor ko'rish turganimizdan benihoyat xursandmiz. Va nihoyat har biringiz orziqib kutgan daqiqalar bugungi tantananing asosiy daqiqalarini ochiqda e'lon qilamiz. Yana bir marotaba barcha aziz yurtdoshlarimizga, farg'onaliklarga va farg'onamiz mehmonlariga assalomu alaykum deb qolgan bo'lardik. Sekin-astalik bilan sizlarni ko'p kutirmagan holda biz sizlarga tayyorlangan, va'da qilingan dasturlarni amalga oshirishni boshlaymiz. Hurmatli do'stlar, ayni fursatlardan boshlab jarayonlarni e'tiboringiz markaziga havola etamiz. Bugungi tadbirning mohiyati barchangiz yaxshi anglab turganingizdek, albatta aziz do'stlar, bugun juda ham chiroyli tantana, juda ham chiroyli jarayon, hamma voqealar, tadbirlar, bugungi oqshomning mohiyati haqida batafsilroq tez orada ma'lumot beramiz. Men esa darhol sahnamiz markaziga bugungi tantanamizni ochib berish uchun rahbariyat vakillarini so'zga taklif etishga tayyorman. Guldiroz olqishlaringiz bilan sahnamiz markaziga Farg'ona viloyati hokimi o'rinbosari Xurshidjon Ahmedov va shu bilan birgalikda Hintay mas'uliyati cheklangan jamiyati yuridik rahbari Jan Shaoli xonimni taklif etamiz va ular bugungi tantanada so'z olib tadbirimizni boshlab beradilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Jonajon vodiyimizni gavharida mehmon bo'lib turgan, uzoq yaqindan tashrif buyurgan mehmonlar va bizni jonajon Farg'onamizni fuqarolari, tadbirkorlar, hamyurtlar, barchalaringizga bugungi ayyom muborak bo'lsin. Xabarlaringiz bor. Jonajon O'zbekistonimizni mustaqilligini 35 yilligi arafasida mana shunday tadbirlarni juda ham ko'plab joylarida, Farg'onamizni barcha chekka-chekka qishloqlarida, xiyobonlarida juda ham ko'plab mana shunday ko'ngil ochar, xalqimizga manzur keladigan konsertli programmalar qilib mana shunday tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Va buni natijasi o'laroq hamohang tarzda aytishimiz kerakki, shaxsan hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich boshchiliklarida juda ham ko'plab tadbirkorlikka keng yo'l ochilganligi, O'zbekistonimizda nafaqat o'zimizning tadbirkorlar, balki xorijdan ham juda ham ko'plab tadbirkorlarni tashrif buyurishini kuzatyapmiz va ularga keng sharoit yaratib berayotganliklarini natijasi o'laroq aynan Farg'ona viloyatimizda ham juda ham ko'plab tadbirkorlar, investorlar jonajon Farg'onamizga kirib kelishmoqda. Shular qatorida bugungi kunda o'zini juda ham chiroyli ishlari bilan, amaliy ishlari bilan bizni xalqimizga manzur bo'lib borayotgan Hintay firmasini alohida ta'kidlashimiz kerak. Xitoy Xalq Respublikasidan kelgan mana shu Hintay firmasi bugungi kunda juda ham ko'plab yangi loyihalarga o'zi boshchilik qilib, bu yerda xalqimizni yangi ish o'rinlar yaratib, hamma sohada bo'lsin, ham ijtimoiy iqtisodiy yo'nalishda, turizm, madaniyat sohalarida ular o'zlarini mablag'larini kiritib, investitsiya salohiyatimizni, viloyatimizni ijtimoiy iqtisodiy salohiyatiga juda ham katta ta'sir ko'rsatishyapti. Shu qatorda bugungi tadbir ham mana shu Hintay firmasini juda ham ko'plab, mana bilasizlar, Farg'ona Marg'ilondagi yo'lanishdagi Yevroosiyo savdo markazini ochilishga yaqin juda ham ko'plab ishlar amalga oshirishyapti va mana shu savdo majmuasida juda ham ko'plab tadbirkorlarga bular o'zlarini joylarini juda ham ko'plab takliflarni berishgan, hamkorlik qilishgan. Shu qatorda bu yerda juda ham bizni ko'pdan ko'p tadbirkorlarimiz ham tashrif buyurishgan. Men shaxsan viloyat hokimi Xayrilla Hayitbayevich nomlaridan, viloyatimiz faollari nomidan mana shu kompaniya boshchiligidagi barcha rahbariyatlariga va qolaversa bu yerda ishlaydigan bizni o'zimizni mahalliy rahbarlariga, tadbirkorlarimizga barchalariga omad tilaymiz. Barakasini bersin. Nimaiki yaxshi niyat qilishayotgan bo'lsa, barcha niyatlariga yetishlariga tilakdoshmiz. Bugungi bayram hammalaringizga muborak bo'lsin. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Xorijlik investorlarimiz so'z olishadi. Marhamat, minbarga biz ayni fursatlardan boshlab ular taklif etamiz. Hintay mas'uliyati cheklangan jamiyati yuridik rahbari Jan Shaoli xonim so'z oladilar. Marhamat, ularning fikrlarini tinglaymiz va tarjimonlar o'zbek tilida bizga munosabat fikrlarini ta'kidlaydilar. Tinglaymiz. 尊敬的各位嘉宾、各位朋友们，大家好。
Hurmatli rahbarlar, hurmatli mehmonlar, ommaviy axborot vositalar vakillari, assalomu alaykum. 我是费尔干纳恒泰有限责任公司的法定代表人索菲亚。 Men Farg'ona Xintay MCC'ning qonuniy vakili Safiyaman. 今天非常高兴能与大家相聚在此，共同见证亚欧国际贸易中心首批楼栋的主体封顶仪式。 Bugun barchangiz bilan shu yerda uchrashib, Yevroaziya Xalqaro savdo markazining birinchi bosqich binolari tom yopish marosimi bilan guvoh bo'layotganlaringizga juda ham mamnunman. 首先，我要向费尔干纳的各级政府领导致以最诚挚的感谢。 Avval Farg'ona viloyati rahbariyatiga samimiy minnatdorchiligimni bildiraman. 向每一位支持和关心我们的朋友致以最诚挚的感谢。 Bizni qo'llab-quvvatlab kelayotgan barcha do'stlarimizga ham churyakdan rahmat aytaman. 亚欧国际贸易中心项目到今年的8月底，我们将累计完成12栋楼的主体封顶。 Joriy yilining avgust oyi oxirina qadar loyiha doirasida jami 12 binoning asosiy qurilish ishlari yakunlanadi. 其余楼栋也将加速推进，力争尽早全面竣工。 Qolgan binolar qurilishi ham jadallashtirilib, imkon qadar tezroq foydalanishga topshiriladi. 在这里，我想郑重地说， Shu o'rinda qat'iy aytmoqchiman. 恒泰在费尔干纳脚踏实地，每一步都算数。 Xintay Farg'onada har bir qadami puxta va mas'uliyat bilan tashlanmoqda. 同时，我也想借今天的机会回答大家普遍关心的3个问题。 Bugungi imkoniyatdan foydalanib, barchangizni qiziqtirayotgan 3 ta savolga javob bermoqchiman. 第一个问题，恒泰在费尔干纳究竟在做哪些项目？ Birinchi savolim, Xintay Farg'onada aynan nima qilmoqda? 简单的来说， Oddiy qilib aytganda, 我们做的就是将中国的产能、技术、经验和产业资金带到这里来。 biz Xitoyning ishlab chiqarish quvvati, ilg'or texnologiyalar, tajribasi va investitsiyalarni Farg'onaga olib kelmoqdamiz. 为本地创造就业，贡献税收。 Mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlarini yaratish, soliq tushumlarini ko'paytirish. 我们投资实体经济，引进优质的产业。 Real iqtisodiyotga sarmoya kiritish va zamonaviy sanoat rivojlantirish orqali hududning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotga hissa qo'shmoqdamiz. 赋能当地的经济与社会的发展，努力搭建好中乌两国之间友好的合作桥梁。 Shu bilan birga O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi do'stona hamkorlik uchun mustahkam ko'prik bo'lishini maqsad qilganmiz. 目前，恒泰在费尔干纳已经落地并实际推进的项目包括亚欧国际贸易中心项目和希尔顿10酒店项目。 Hozirgi kunda Xitoy kompaniyasini amalga oshirilayotgan asosiy loyihalar Yevroaziya Xalqaro savdo markazi va Double-Joy Hilton mehmonxonasi. 已签约并正在推进的项目有佛山制造产业园、建材产业园、夏伊曼尔丹景区与萨那卡米什湖的开发与建设，以及占地100公顷的动物园综合体。 Hozir imzolagan va faol bosqichga kirgan loyihalarimiz Foshan ishlab chiqarish sanoat zonasi va qurilish materiallar sanoat zonasi, Sho'xmardan va Sarqamish ko'li turizm hududlari rivojlantirish hamda 100 gektarlik maydonda zamonaviy hayvonot bog'i majmuasini qurish. 其中动物园项目，我们将计划引进中国的大熊猫，力争将其打造成为中亚文化旅游的新地标。 Oldidan bir yangilik aytib o'tmoqchiman. Hayvonot bog'i loyihasi doirasida Xitoydan ulkan pandalarni olib kelishni rejalashtirmoqdamiz va ushbu majmuani Yevroaziya yangi madaniy turizm ramziga aylantirishni maqsadga qilganmiz. 第二个问题，我们为什么对费尔干纳充满信心？ Ikkinchi savol, nima uchun biz Farg'onaga katta ishonch bilan qaraymiz? 因为这里人口密集，气候宜人，并与多国接壤，区位优势十分突出。
Buning sababi shundaki, Farg'ona aholisi zich, ilhimi qulay va bir nechta davlat bilan tutashgan bo'lib, geografiya jihatdan juda katta ustunlikka ega. 更重要的是，这里的营商环境优越，政府领导高效务实，人民群众善良友好。 Eng muhimi esa bu yerda investitsiya uchun qulay muhit yaratilgan. Rahbariyat samarali va amaliy ishlaydi. Xalq esa samimiy va mehmondo'stdir. 未来中吉乌铁路全线贯通之后，费尔干纳将成为连接东亚、中亚、南亚、中东和欧洲等地的重要物流枢纽。 Kelajakda Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li to'liq ishga tushgancha Farg'ona Sharqiy Osiyo, Markaziy Osiyo, Janubiy Osiyo, Yaqin Sharq va Yevropani bog'lovchi muhim logistika markaziga aylanadi. 双向集散，地位不可替代。 Va uning o'rni beqiyos bo'ladi. 我们打造的亚欧国际贸易中心不只是一个市场，而是一个功能齐全、配套完善，并匹配了海关监管舱和冷链仓储的现代化物流港。 Biz barpo etayotgan Yevrosiyo xalqaro savdo markazi oddiy bozor emas. U bojxona nazorati omborlari, sovuq zanjir omborlari va zamonaviy logistika infratuzilmaga ega bo'lgan yirik logistika savdo markazi bo'ladi. 它将汇聚亚欧大陆的这个物流、贸易流、人才流以及资金流，把本地优质的农产品以及特色产品，销往更远的地方，卖出更好的价钱。 Bu markaz orqali Yevrosiyo bo'ylab tovarlar, kapital, mutaxassislar va savdo oqimlari jamlanadi. Mahalliy sifatli qishloq xo'jaligi va milliy mahsulotlarni yanada uzoq bozorga chiqish, yuqori qiymatda sotilishga xizmat qiladi. 同时，我们将以贸易带动当地的生产制造企业的发展，逐步替代进口，让大家在家门口就能买到物美价廉的本土产品。 Shu bilan birga savdo orqali mahalliy ishlab chiqarish rivojlantirib, import o'rni bosuvchi mahsulotlarni ishlab chiqarish turki yetamiz. Yanada o'z uy oldinda hamyonbop arzon mahsulotlarni xarid qila olamiz. 未来我们还将计划依托这个亚欧国际贸易中心这个实体物流港，发展智慧物流、数字仓储、线上支付以及跨境数据服务。 Kelgusida esa logistika markazi negizida aholi logistika, raqamli ombor tizimi, onlayn to'lovlar va transchegaraviy ma'lumotlar xizmatlarini rivojlantirib 借助这个大数据和人工智能，逐步培育出本地的科技产业，助推本地数字化、智能化的转型升级。 katta ma'lumotlar va sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida hududni raqamli va innovatsiya rivojlantirishga ko'maklashamiz. 第三个问题，恒泰能走多远？ Uchinchi savol, Xitoy qanchalikqa uzoqqa boradi? 我们的答案坚决而清晰。 Bizning javobimiz aniq va qat'iy. 恒泰将始终陪伴费尔干纳经济与社会发展的每一步。 Xitoy Farg'onani iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlantirish yo'lida doimiy birga bo'ladi. 这份决心源自大家对我们的信任。 Bu ishonchning manbai, sizlarning bizga bildirgan ishonchlaringiz. 从一开始大家对我们抱有疑虑与观望，到如今的包容、接纳、信任与厚爱。 Dastlabki shubhalar va kuzatuvlardan boshlab bugungi ishonch, qo'llab-quvvatlash va e'tiborgacha bo'lgan yo'l biz uchun juda qadrli. 是你们给了我们最大的底气，也赋予了我们沉甸甸的责任。 Aynan sizlar bizga kuch bag'ishladingizlar va katta mas'uliyat yukladingizlar. 恒泰一定不负这份信任，把每一个项目做实做好。 Biz bu ishonchni albatta oqlaymiz. Har bir loyihani sifatli amalga oshirishimiz hamda 做乌中两国合作可靠可信的桥梁。 O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi ishonchli hamkorlik ko'prigi bo'lib qolamiz. 为费尔干纳的繁荣发展贡献我们全部的力量。
Farg'onaning Rafnahi uchun barcha imkoniyatlarni safarbar etamiz. 最后，祝大家身体健康，万事顺遂。 So'zim yakunida barchalaringizga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt va barcha yezu ishlaringizga ulkan muvaffaqiyat tilayman. 谢谢大家。 E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Katta rahmat minnatdormiz. Bugungi oqshom xayrli bo'lsin. Do'stlar, bugun asosiy mehmonlarimiz, xonimlar va janoblar kutayotgan jarayonlar haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Ya'ni bugun ko'plab sovg'alar sizlar uchun hozirlangan, yaxshi sovg'alar, yaxshi hadyalar, yaxshigina texnikalar qabul etiladi. Faqat Go'zalxon bilasizmi, bugun sovg'alarni berish tartibini agar bu yerda yutib olgan har bir yurtdoshimizni sahnaga chaqiradigan bo'lsak, o'zi mana shu jarayonni ko'rib turibsiz, murakkablashib ketyapti, lekin ularga ertaga ofisda chiroyli tantanali ravishda topshiriladi. Ya'ni bugun biz faqatgina g'oliblarni aniqlaymiz. Aynan mana shu xalqaro savdo markazidan do'kon xarid qilganlarga alohida sovg'alar, bugun tomoshamizga kelgan yurtdoshlarimizga alohida sovg'alar va finalda esa albatta Damas avtomobilini birgalikda bugun sizlar bilan o'ynaymiz. Hozir esa badiiy dasturlar O'zbegim raqs ansambli sizlar uchun birinchi xiromlarni qabul etadilar va ularning raqslari bilan bugungi badiiy chiqishlarimizni boshlashga tayyormiz. Marhamat, O'zbegim raqs ansambli ijodkorlari, boshladik. Ataylab yoniga bara olmadim. Yorimdan bir xabar ola olmadim. Ataylab yoniga bara olmadim. 3 kunda kelaman deya ketdi, ichimdagi so'zim ayta olmadim. 3 kunda kelaman deya ketdi, ichimdagi so'zim ayta olmadim. Rahmat aytib qolamiz go'zal qizlarimizga. Xo'p, demak, oldinda va'da qilingan ijodkorlarimiz ham bevosita sekin-astalik bilan tashrif buyurish arafasida, unga qadar esa bir ozgina rasmiy qismlar bor. Mana shularni o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Albatta, oldinda bizni hozir aziz do'stlar ko'plab jarayonlar kutyapti. Taklif etganimizdek, bugun albatta mana shu Yevrosiyo xalqaro savdo markazidan do'kon xarid qilganlarga sovg'alar va'da qilingan, ko'plab sovg'alar va'da qilingan oramizda aynan mana shu markazdan sovg'a olganlar bo'lsa, tez orada sizga ajoyib hadiyalar oldinda final sovg'asi Damas avtomobili kutilmoqda. Lekin faqatgina Go'zalxon
do'kon olganlarga xolosmi, bizgachi degan savol bilan murojaat qilishlar mumkin. Albatta, yo'q, faqatgina do'kon olganlarga emas, shubhasiz, aynan mana shu markazdan sizlar o'sha atalgan yana ko'plab sovg'alar bor. Ularni ham aynan siz bugun olishingiz mumkin. Demakki, shunchaki bugun oddiy tomosha qilgani kelgan yurtdoshlarimizni ham xafa qilmaymiz, ularga qimmatbaho sovg'alarni bugun havola etish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Do'stlar, demak, Yevrosiyo xalqaro savdo markazi qanday joy? Qanday markaz? Qanday o'zimizni xalqchil tilda aytganda savdo markazi yoki bozor bo'ladi? U yerda nimalar sotiladi? Qanday bloklar bor? Qanaqa do'konlar mavjud? Nima uchun siz u yerdan do'kon xarid qilishingiz kerak? Nima uchun siz u yerdan tadbirkorligingizni rivojlantirishingiz kerak? Xullas, bizda savollar ko'pdir, talaygina. Bugun aynan mana shu savollarga javob berish maqsadida men sahnamiz markaziga taqdimot uchun, demak, Yevrosiyo xalqaro savdo markazi marketing bo'limi rahbari Rahmatullo akamizni taklif etmoqchiman. Ular allaqachon sahnadalar va sizlarni vaqtlaringni ko'p olmagan holatda, demak, mana shu xalqaro savdo markazi haqida hozir ozgina taqdimotlari bor. Sizlardan bitta iltimos, yaxshilab monitorga e'tiborlang, qaratinglar, diqqat qilinglar. Nima uchun siz bu yerdan do'kon olishingiz kerak? Oldinda Farg'onamizda qanaqa katta xalqaro, demak, savdo markazi paydo bo'lyapti. Tasavvur qilib ko'rishimiz uchun mana shu yigitning taqdimoti juda muhim. Shu maqsadda e'tiborlaringni ulkan monitorga qaratasizlar. Boshladik. Hammaga assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, mezbonlar va investorlar, biznes egalari, xush kelibsizlar. Xo'p, bugun asosiy nima haqida gaplashamiz deydigan bo'lsak, bugungi tadbirimiz Yevrosiyo xalqaro savdo markazining BVC bloklarining tom qismi yopilishi munosabati bilan bo'lib o'tmoqda va ushbu tadbirimiz jarayonida investorlar, biznes egalari va mijozlarimizga qimmatbaho sovg'alarimiz va Damas avtomashinasining g'olibini aniqlaymiz. Va keldi, undan oldin qisqacha savol-javob qilib olsak, zerikkanlarni bir uyqusini ochmaslardi. Xo'p, oramizda biznes egalari bormi? Qo'l ko'taramiz. Biznes egalari shu yerdamisizlar? Zo'r. Xo'p, investorlarchi, investitsiya kiritaman degan investorlarimiz va biznesni tez orada boshlayman deganlar ham bormi oramizda? Qo'l ko'taramiz. Zo'r. Endi kelayotganlar ham bor ekan, juda ham yaxshi. Diqqat qilasizlar, sizlar uchun ajoyib yangiliklarimiz aynan boshlanmoqda. Davom etamiz. Maxsus bepul sovg'alarimiz va pullik voucherlarimiz, g'oliblarimizni ham aniqlashni boshlaymiz. Tadbir jarayonida siz yutib olishingiz mumkin 5 milliondan 30 so'mgacha maxsus voucherlarda hamda qimmatbaho texnikalarni ham yutib olishingiz mumkin. Eng asosiysi, asosan bu sovg'alarimiz bizdan do'kon xarid qilgan mijozlarga edi, lekin aynan tashrif buyurganlarga ham berishni ma'qul topdik. Xo'p, demak, boshlaymiz. Tayyormisizlar? Keyin undan oldin mega konsertimiz tashrif buyurgan investorlar, biznes egalari va ko'pchilik hali ushbu loyihamiz haqida to'liq tushuncha va ma'lumotga ega emas ekan. Qisqacha tushuntirib o'tamiz va undan keyin sovg'alarni topshirish boshlaymiz. Xo'p. Demak, loyiha vodiyda realni yagona bo'lgan, o'xshashi yo'q bo'lgan loyiha haqida qisqacha tushuntirib o'tamiz. Ana undan keyin konsertda qatnashganlarga va investorlarimizga sovg'alarimizni ham topshirishni boshlaymiz. Xo'p, loyihamiz Yevrosiyo xalqaro savdo markazi vodiyda eng katta va yagona bo'lish kutilayotgan logistika va savdo markazi hisoblanadi. Eng katta hamkorlik loyihalarimiz birinchisi Yevrosiyo xalqaro savdo markazi bozor loyihamiz hamda Hilton mehmonxonasi aynan Marg'ilon City hududida qurilayotgan loyihamiz va uchinchi ishlab chiqarish zavodlarimiz. Xo'p, loyihamiz tepadan ko'rinishi. Bu esa mana 3D render bitgan holatlari. Xo'p, loyihaning asosiy afzalliklari nimada ko'pchilik so'rayotganida qisqacha aytib o'taman. Vodiyda eng katta maydonga ega bo'lgan do'konlar, bozorlardan bittasi. Strategik joylashuv Farg'ona vodiysi va Marg'ilon shaharining ikkita shaharning markazida joylashganligi va undan tashqari xalqaro logistika markazi bilamiz. Logistika markazi vodiyda yo'q va aynan mana shu Yevrosiyo xalqaro savdo markazi logistika markazi ham bo'lishi kutilmoqda. Undan keyin yuqori trafik oqimi
va Farg'onaga kirish qismida eng yo'lning chek qismida qurilayotgan bozor loyihasi hisoblanadi. Avtoshohbekat va rasmiy davlat tomonidan ro'yxatdan o'tgan va qo'llab-quvvatlashi kafolatlangan loyihadan biri hisoblanadi va yirik aholi hududi. Bilamiz, Farg'ona vodiydagi eng ko'p aholiga ega bo'lgan hudud hisoblanadi. Endi savol tug'ilishi mumkin, sizlarda bu bozor yuradimi o'zi? Trafik qayerdan keladi degan savollar bo'lsa, qisqacha aytib o'tamiz. Trafik qayerdan keladi? Farg'ona va Marg'ilon shaharlari markazida joylashgan. Bu va Burxoniddin Marg'iloniy masjid. Mana shu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz kerak, eng kamida 20 ming til 30 mingga yaqin aholi aynan shu yerda to'planmoqda. Endi savol tug'iladi, bizning Yevrosiyo xalqaro savdo markazi, ya'ni Farg'onaning bir ko'rki hisoblanadigan bozorimiz aynan shu hududga, yondosh hududda joylashgan. Xo'p, Qo'qon, Farg'ona, Namangan, Rishton oldi tarixi bo'yicha eng asosiy glavniy yo'lda joylashgan va yana bitta yutuq tarafi logistika markazi ham qurilishi ko'zda tutilgan. Xo'p, bu bozorimizni qanaqa holatda qilishingiz mumkin? Ya'ni balandligi 6 metr va uni 2 etajga qilib foydalansa bo'ladi. Tadbirkor va biznes egalari biladi, ijara to'lashdan charchagan akalarimiz uchun, opalarimiz uchun har oy ijaraga to'lagandan ko'ra o'z shaxsiy biznesingiz uchun, o'z shaxsiy do'koningiz uchun bo'lib to'lash imkoniyati ham mavjud. Xo'p, demak, sovg'alarimizni topshirishni boshlaymiz. Qisqacha ma'lumot berib o'tdik loyiha haqida. O'zi qanaqa loyiha, kim boshqaryapti, nima uchun yig'ildi deganlarga qisqacha asosiy dasturimizni va konsertimizning homiysi Xenta kompaniyasi va Yevrosiyo xalqaro savdo markazining kompaniyasi hisoblanadi. Xo'p, sovg'alarimizni 3 etapda boshlaymiz. Birinchi etapda hozirgi kelgan mijozlarimiz orasidan aniqlaymiz g'oliblarimizni, texnikalar sovg'alari va vaucherlarni betopshiramiz. Ikkinchi qism sovg'alarimiz esa mijozlarimiz orasidan maishiy texnikalarni ularga ham beramiz. Ya'ni Yevrosiyo xalqaro savdo markazidan do'kon xarid qilgan mijozlarimizga beramiz. Uchinchi qismdagi aksiyamiz esa ya'ni Damas aksiyasi. Damas avtomashinasini do'kon xarid qilgan mijozlarimizga tantanali ravishda dasturimiz davomida albatta topshiramiz. Sizni ishtirokingizda albatta. Xo'p, bo'lmasa boshlaymiz. Tayyormisizlar? Bitta qattiq baqiramiz. Qanday yetdik? Tayyormisizlar? Zo'r, gap yo'q. Xo'p, mega aksiyamiz 5 milliondan 30 million so'mgacha vaucherlar ham bor. Aynan Yevrosiyo xalqaro savdo markazi tomonidan topshiriladi yana bir bor. Demak, mana shu texnikalarni g'oliblarini aniqlaymiz. Birinchi aksiyamiz mana shu texnikalar g'olibini aniqlaymiz. Keyingisi esa etap-etap qilamiz. Ikkinchi etapimiz esa 5 milliondan 30 million so'mgacha vaucherlarni aynan sizlarda oranglarni aniqlaymiz, tayyor turamiz. Keyingisi 3-aksiyamiz va mana shu konsertimizni oxirigacha kuzatib borgan, tomosha qilgan mijozlarimizga kompaniyamiz tomonidan do'kon xarid qilmoqchi bo'lsa, har bir kvadratdan 200 dollargacha chegirma chiqarib beriladi. Xo'p, aynan ushbu konsertni ko'rib chiqqanlarga 30% bosh to'lov, 30 va 40 oygacha bo'lib to'lash halol nasiya orqali do'konlarni foiz peniyasiz olish imkoniyati va kadastr hujjatlari bilan 100% chiqadigan do'konning egasi bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Endi yutuq aksiyamizda qatnashish va ro'yxatdan o'tish uchun hozir bir narsa qilamiz. Xo'p, yutuq aksiyamizda qatnashish uchun bitta zo'r usul qilamiz. Bu yerda ro'yxatdan o'tish uchun QR kod va Telegram kanalimizda linki beriladi, ko'rsatiladi va aynan QR kod orqali ro'yxatda o'tsangiz ham siz aksiyamiz qatnashchisi bo'lasiz. Yoki Telegram kanalimizga ham link tashlab qo'yiladi. Aynan ushbu aksiyada qatnashib, yutuqli o'yinlarda texnikalarni yutib olishingiz uchun. Xo'p, bo'lmasa tayyor turamiz. Xo'p, link orqali kirganingizdan so'ng nima qilasiz? Siz birinchi ism, familiyangiz, telefon raqamingizni yozib qoldirishingiz kerak bo'ladi. Biz sizga aloqaga chiqib, sovg'angizni topshirishligimiz uchun. Xo'p, demak, tayyormisizlar? Atigi 10 daqiqa beramiz. 10 daqiqa ichida ushbu QR kod orqali ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Yutuqli o'yinimizda qatnashishlik uchun. Yoki QR kodni mabodo uzoqdagi turgan mijozlarimiz shu yerdamisizlar. Mabodo QR kodni ola olmasangiz, diqqat qilamiz. Telegramga kiramiz. Hisobini oldik, chunki Telegram nisbatan yaxshi ishlayapti. Internet sifati past bo'lsa ham. Telegramga kiramiz. Jahon bozori vodiy deb qidirsangiz, Telegramda kanalimizga obuna bo'lsangiz, hozir sizga xodimlarimiz link tashlaydi. O'sha linkda kirasiz, ro'yxatdan o'tasiz, bo'ldi. Shu bilan konkursimizning ishtirokchisiga aylanasiz. Qani bo'lmasa, ketdik, vaqtimiz 20:13, 20:33, 23da to'xtatamiz, qabulda to'xtatamiz. Qani tezlashamiz. Katta rahmat, minnatdormiz. Xo'p,
Demak, rahmatulloh aytgandek, QR kodlar orqali Telegram kanaliga o'tamiz, a'zo bo'lamiz, obuna bo'lamiz. Batafsil to'liq ma'lumotlar, demak, bugun sizlarni sovg'a yetish imkoniyatlaring yanada oshadi. Go'zalxon hozir, demak, bugungi oqshomda kutilgan birinchi yulduzli mehmonimizni taklif etib, ular bilan jarayonni davom ettirsak. Nima deysiz? Albatta, yulduzli ijodkorimizni guldiroz olqishlar bilan tantanali tarzda qarshi olishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Sizlar uchun atalgan jarayonlarni biz sekin-astalik bilan boshlaymiz. Albatta aziz do'stlar, barchangizga Oynai jahondagi faoliyatlar orqali ma'lum va mashhur bo'lgan omad shou boshlovchisi Botirxon Imomxo'jayev guldiroz olqishlar bilan taklif etamiz. Farg'ona balandroq olqishlar bo'lsin. Assalomu alaykum Botir aka. Xush kelibsiz. Mana mikrofonimni ko'tarib bering. Assalomu alaykum Farg'ona. Kayfiyatlar qanaqa? Hammanglarni ko'rganimdan xursandman. Instagramda bormisizlar? Menga obuna bo'lganmisizlar? Battar bo'linglar. Tabriklaymiz, menga obuna bo'linglar. Botirxon Imomxo'jayev ofisial. O'zim reklama qilmasam, hech kim reklama qilmaydi. Xo'p, bugun Farg'onada juda katta bayram. Hammanglarni tabriklaymiz. Farg'ona ko'z tegmasin, gullab yashnab, yangi inshootlar. Mana Jahon bozorida birinchi blokka ochilish marosimi, xudo xolisi, tadbirkorlarni tabriklaymiz. Bugun kelgan tomoshabinlarga, do'kon xarid qilganlarga sovg'alar ulashamiz. Xudo xolisi, kimga omad chopsa, o'shalarga beramiz. Birinchi sovg'alarimiz, demak, tashrif buyurgan hamma muxlislar qatnashsa bo'ladi. Qo'lingizda telefon bor-a? SMS jo'natasizlar. Oson yo'li. Bor yo'g'i 30 ta odamni aniqlaymiz. 30 ta odamga qimmatbaho sovg'alar, maishiy texnikalar beramiz. So'ng ketidan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Tadbirkorlarga atalgan sovg'alarimiz bor va dastur so'ngida tadbirkorlar orasida, ya'ni do'kon xarid qilgan xaridorlar orasida Damas avtomobil g'olibini aniqlaymiz. Hammangizga yaxshi kayfiyat. Tayyormisizlar? Ovozingizni eshitmayapti. Bu yoq taraf. Telefoningizlar bormi? Olinglar, qo'lingizga olinglar, hammanglar olinglar. Qani, e'lon qilamiz. Tayyor. Keling. Tayyor. Xo'p, qaysi raqamga jo'natishadi, nima deb yozishadi? Qaranglar, SMS jo'natasizlar. SMS orasida siz tomonidan jo'natilgan SMS quyidagicha bo'lishi kerak. Demak do'stlar, mana siz chiqdingiz, sovg'alar ham yurib ketdi. Hamma telefonni qo'liga olamiz. Olinglar, qo'lingizga. Hamma telefonni qo'liga olamiz. Tekin sovg'a do'stlarga bo'ladi. Tekin. Bitta telefonga bitta SMS yozasizlar. Bizga birinchi SMS jo'natgan, demak 30 ta yurtdoshimizga sovg'alarni beramiz. Bu yerda emas, o'zimiz mana shu raqamlarni topib, aloqaga chiqib e'lon qilib, ofisga chaqiramiz. Bu yerda bera olmaymiz. To'g'ri, o'rtoqlar, bu yerda juda odam ko'p. 30 nafar o'sha random dasturni tanlagan. 30 nafar SMS jo'natgan yurtdoshimizni aniqlaymiz. Ofisga kelasizlar, bemalol sovg'alarni olib ketasizlar. Hammasi haqqoniy. Hech qanaqa tanish-bilishchilik, qarindoshchilik yo'q. Boshladik aziz do'stlar. Birinchi telefon nomerini e'lon qilamiz. Ketidan esa sizga kod so'zni aytamiz. Ya'ni siz nima deb SMS yozishingizni aytamiz. Birinchi plus yozinglar, plus. Plus 8 88li. 88li ekan. Demak, qaysi kompaniya? Go'zalxon 219. To'xta, shoshma. Uzmaban. Yozdinglarmi 88li? 219. Yo, to'xtab turgin. Bu noto'g'ri qilyapmiz-da biz. Birinchi SMS yozish kerak. Hop. Keyin raqam aytsa, o'shanda zo'r bo'ladi. Raqam rosa osonda. Tezlashib ketmaydimi? Intriga bo'ladi. Nima so'z yoziladi? Jahon bozori. Jahon bozori deb yozinglar. 88 kodi bilan. Xo'p, boshi 219. 219. To'g'rilasang to'g'rimi? E'tiborli. 66. Ketdi. 219 66 ga SMS jo'natinglar. Jahon bozori deb yozasizlar. Boshida kim birinchi bilan bo'lib yozsa, kim SMS kelib tushsa, o'shalarga ajoyib sovg'alar, maishiy texnikalar aynan bugungi dastur homiylar tomonidan
taqdim etiladi. SMS yozamiz, telefon qilmaymiz do'stlar, azizlar. Telefon qilmanglar, SMS, band telefon. Demak, e'lon qilgan nomerlarimizga Jahon bozori so'zlarini yozasiz. Bizga birinchi kelgan 30 ta SMS egasini biz aniqlab ertaga ofisga shaxsan chaqiramiz, lekin bugun g'oliblarni e'lon qilamiz. 88 219 66 66 ga Jahon bozori so'zini yozing. Birinchi 30 SMS ketdik. Ketdik, start e'lon qilamiz. Marhamat. Hammaga omad yor bo'lsin. Bu tashrif buyurgan oddiy muxlislar uchun. Jo'natdinglarmi balkon? Bu yoq taraf. Yozdinglarmi? Qani, yozganlar ko'tarsin telefonini. Bu yoq taraf. Bu yoq taraf mana. Молодцы. Bu yoq taraf. Bu yoq tarafchi. Ilhom hammaliga chiqsin. Qarang, orqamizda biz uchun maxsus mana sovg'alar ro'yxati ko'rsatilgan. Sovg'alar ro'yxati bilan sovg'alar sochish bo'yicha chempion Go'zalxon tanishtiradilar. Marhamat Go'zalxon. Demak, bizda 5 ta elektr choynak bor. Shu bilan birgalikda 4 ta go'sht maydaligich, ya'ni мясорубка deymiz, 5 ta blender. Wow, termopod katta hajmli choynakdan 2 ta. Ya'ni keyingi pultli ventilyator, 2 ta ventilyator. Ana ventilyator kerak hozir. Ayni keragidan. Demak, pardazmol bitta, mikroto'lqinli pech bitta va albatta 32 talik televizor bitta. Shu bilan birgalikda yana bizda vaucherlarimiz bor. 1,5 million so'mlik vaucherdan 5 ta, 15 million so'mlik vaucherdan 5 ta. 5 ta 15 million. 30 million so'mlik vaucherdan 5 ta. Do'stlar, demak, taklif Ana o'tganimizdek shu sovg'alar sizlarga nasib etadi. Sizlarga nasib omad qiladi. kuni boqqan bo'lsa, ertaga men qarab ofisga chaqiramiz. eshittiringlar. G'oliblarni aniqlab, biz o'zimiz ukalarimiz soha vakillari qo'ng'iroq qilib, bemalol ofisga taklif qilishadi va videolarni tasvirga tushirib, Instagram sahifalarida bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Kim g'olib bo'lganini. Do'stlar, demak, mana shu raqamlarga SMS yuborishda davom etamiz. Yangi kelganlar, yaxshi sovg'alar yutib olasizlar. 88 219 66 66 raqamlariga demak, Jahon bozori so'zini yozamiz va menimcha ancha-muncha raqamlar, SMSlar jamlanib qoldi. Bo'ldi. To'xtatamiz, stop beramiz va mehmonlarimiz bor. Ruxsat etsanglar, e'lon qilsak bo'ladi. Agar kelgan bo'lsalar, tayyor bo'lsalar, Bitta raqs ko'raylik, zo'r bo'lardi. Nima deysiz? Tayyor. San'atkor taklif qilamizmi, raqsmi? Bo'ldi, raqs deyishyapti. Bo'ldi. San'atkor nima qiladi bular? Raqs. Bo'ldi. Gap bo'lishi kerak. Raqs ko'ramiz, keyin syurprizimiz bor. Marhamat.
Ana endi va'da qilingan ijodkorimizni sahnaga taklif qilishimiz mumkin bo'ladi, chunki allaqachon ularning professional sozandalari sahnamiz markazidan joy oldilar. Marg'ilonliklar, farg'onaliklar, vodiyliklar guldiroz olqishlar bilan latofatli xushovoz xonanda Sevinch Ismoilovani guldiroz olqishlar bilan Assalomu alaykum. Farg'ona! Sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz, xush kelibsizlar deb qolamiz. Shuncha muxlislarimiz yig'ilibdi bugun vodiyda. Vodiylik muxlislarimizni mehrlariga, samimiyliklariga aslo ko'z tegmasin deb qolamiz. Shunaqa ajoyib konsert dasturida bugun sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz azizlar. O'ylaymanki, bugun hammamiz bir-birimizga zo'r qilib energiyalarni ulashib, zo'r kayfiyatda uylarimizga qaytamiz va albatta sizlarni har bir ovozinglar, har bir qarsaginglar bizga faqat va faqat energiya bo'ladi. O'sha energiyani hozir eshitishga tayyorman. Rahmat, borlaringizga shukr. Bo'lmasam biz qo'llarni tepaga ko'tarib birgalikda kuylaymiz. So'zlarni biladigan muxlislarimizni birgalikda kuylashga taklif qilib qolamiz. Xush kelibsizlar. O'tdi davrlar, ko'rdi jabrlar, azobda qalbim qildi sabrlar. Egildi boshim, to'kildi yosh, endi bu dardim bo'ldi satrlar. O'tdi davrlar, ko'rdi jabrlar, azobda qalbim qildi sabrlar. Egildi boshim, to'kildi yosh, endi bu dardim bo'ldi satrlar. Uchib o'tib ketgan qushlar qara qaytdi, mendan kechib ketgan do'stlar yana qaytdi. To'lib ketdi bag'rim, keldim ya baxtim, balki yana balki omad mana qaytdi. Uchib o'tib ketgan qushlar qara qaytdi, mendan kechib ketgan do'stlar yana qaytdi. To'lib ketdi bag'rim, keldim ya baxtim, balki yana balki omad mana qaytdi. Bu tarafdagi muxlislarimiz bormisiz? Xush kelibsizlar yana bir bor. Yamandım yaman, ahvalim yaman, yıkıldım nahak, hammasi tamam. Dostların kaçar, sırların açar, fakat bir Allah yolların açar. Yamandım yaman, ahvalim yaman, yıkıldım nahak, hammasi tamam. Dostların kaçar, sırların açar, fakat bir Allah yolların açar. Uçup ötüp gitken kuşlar kara kaydı, menden geçip gitken dostlar yana kaydı. Dolup gitti bağrım, geldim ya baktım, belki yana belki omad bana kaydı. Uçup ötüp gitken kuşlar kara kaydı, menden
yetishmayapti azizlar. Qani bormisiz? Rahmat. Davom ettiramizmi bo'lmasam zo'r kayfiyat bilan sho'x qo'shiqlarga o'taveramiz sekin-sekin. Raqslarga yuragida o'ti borlarni taklif qilib qolamiz davramizga. Qani ketdik. Hey! Qani birgalikda. O'ynaymiz qani. Gül alacak, salçı salacak, kıyına varacak. Şu gitarist kalbinizden gülümü alacak. Gül alacak, salçı salacak, kıyına
Jolukkan, joluktun sen qaylardan Qaray qo'ysang qayyarman Qaramazsan hayratman Aşıklar ko'p aylangan Joluktun sen qaylardan Qaray qo'ysang qayyarman Qaramazsan bayratman Ko'rdim qalbim hayrana Bir jandan ayyara Turan qulan duz yeli Jabisqan sen jayrana Gördün ya qalbim hayrana Bekrim jandan ayyara Turan yelni
qani Vodiy, Farg'ona bormisiz? Qoyil. Hammamiz telefonlarimizni olib, shuni chiroyli qilib spichkalarni yoqsak va bugun shunaqa Farg'onada, Vodiyda shundoq konsert dasturini o'tkazdik deb hammaga maqtansak, nima deysizlar? Maqtanadigan konsert bo'lib turibdi, to'g'rimi? Tayyormisiz? Davom ettiramizmi? Assalomu alaykum. Farg'ona! Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'ramiz sizlarni birgalikda. Chiqib yo'lda kutamansan, danishgan avtobus eslar yana, qo'shiqlar yozar tunlarda turib, sanmay umidini yurakdan urib. Chiqib yo'lda kutamansan, danishgan avtobus eslar yana, qo'shiqlar yozar tunlarda turib, sanmay umidini yurakdan urib. Aşık bo'lib qoldi yana bizda, hey ikkimizda, sonlarda qizil gullar kiyganmizda, hey kiyganmizda. Aşık bo'lib qoldi yana bizda, hey ikkimizda, sonlarda qizil gullar kiyganmizda, hey kiyganmizda. Arqamas gündan dardına dolar, danışgan kechadan bir o'tib qolar. Yo'l qarab sochimlar oqarib bo'lar, o'ylanib kunda Arqamas gündan dardına dolar, danışgan kechadan bir o'tib qolar. Yo'l qarab sochimlar oqarib bo'lar, o'ylanib kunda damlarimda. Aşık bo'lib qoldi yana bizda, hey ikkimizda, sonlarda qizil gullar kiyganmizda, hey kiyganmizda. Aşık bo'lib qoldi yana bizda, hey ikkimizda, sonlarda qizil gullar kiyganmizda, hey kiyganmizda. Yana eshitmayapti. Qoyil, zo'r. Gül alacak, salça salacak, köyüne varacak. Şu gitarist kalminizmden köylümü alacak. Gül alacak, salça salacak, köyüne varacak. Şu gitarist kalminizmden köylümü alacak. Ben sana yok 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 demeyim, aşkma bırak. Göremen oyla, göremen oyla. Ben sana yok 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 demeyim, aşkma bırak. Göremen oyla, göremen oyla. Pul tapacak, maşin alacak, keyif çay salacak. Şu gitarist kalminizmden köylümü alacak. Pul tapacak, maşin alacak, keyif çay salacak. Şu gitarist kalminizmden köylümü alacak. Ben sana yok yok yok
Farg'onalik muxlislarimiz ham ovozini bitta eshitaylik. Qoyil. Yana keyingi safar shunaqa ko'rish kunimizcha yetadigan darajada energiya bera olganlaringiz uchun sizlarga ham rahmat azizlar. Faqat va faqat shunaqa yaxshi kunlarda, konsertlarda diydor ko'rish nasib qilsin. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Farg'ona! Olqishlab qo'yamiz. Katta rahmat. Kechamiz davom etadi. Ketib qolish yo'q aytmoqda. Stop. Sevinchxon Ismoilovaga Guldiroz Farg'onacha qarsanglar bo'lsin. Sevinchxon xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanot. Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda. Aynali. Qarsang chalib qo'yinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sostav rahmat. Baraka topinglar. Kelib turinglar. Xush kelibsizlar. Rahmat. Xo'p, davom Davom etamiz. Bugun bu yerga yig'ilganlar orasida mana shu manzildan do'kon xarid qilgan tadbirkorlarimiz bor. Ular 300 tani tashkil qiladi. Hozirgi sovg'alarimiz aynan mana shu mehmonlarimiz uchun bo'ladi. Ya'ni random dastur orqali. Albatta, aziz do'stlar, birgalikda random dasturida g'oliblarni aniqlaymiz. Super sovrin Damas avtomobili oxirida albatta o'ynaymiz va undan avval Botir biz boshida oddiy tomoshabinlarga ham konkurs e'lon qilgandik. Uni g'oliblarini e'lon qilib qo'yaylik. Go'zalxon, sizda raqamlar bor edi. Keling, hamma oxirgi 4 ta nomerni biladi, mana shu desa kerak. Go'zalxon demak e'lon qiladilar. Hozir o'sha SMS jo'natgan omadli 30 ta yurtdoshimizning raqamlarini e'lon qilib beradilar. Xo'p, demak, birinchi raqamni e'lon qilamiz. 21. Birinchi SMS. 95-65. Yana 26. Qarsang chalib turinglar, tabriklaymiz. Yaxshi, 3 ta bo'ldi. 52-07. Aha. 65-56. Bormi? 77-66. 6-g'olib. 44-96. 7-g'olib. 80-03. 8. 50-20. 9. 87-78. Aha. 09-30. Davom etamiz. 32-35. 12. 68-68. 13-g'olib. 50-55. 14-g'olib. 07-80. 15. 06-93. 16. 88-06. 17. 85-64. Davom etamiz. 36-66. 87-83. 20. 09-08. 21. 46-62. 22. 36-44. 23. 15-51. 24. 40-40. 25. 21-27. 26. 0-28. 27. 05-60. 28. 65-25. 29 oxirgisi. 87-83. Ana 87-83. Xo'p, qaranglar, hozir men g'oliblarni aniqlab beraman. Eshtinglar. Hozir mana e'lon qildik. Shular orasida sizlarning raqamingiz chiqdimi? Mana. Qarsanglar bo'lsin, mana. Qo'l ko'taringlar, qo'l ko'taringlar. Yana bormi? Kimiki chiqdi? Mana, opamizlarniki ham chiqdi. Ertaga hammanglarni ofisga taklif qilishadi, ukalarimiz, xodimlar qo'ng'iroq qilishadi. Kelasizlar, qimmatbaho sovg'alarni olib ketasizlar. Endi esa do'kon xarid qilgan tadbirkorlar orasida 30 nafar omadli bo'lgan mana shu tadbirkorlarimizni aniqlasak bo'ladi. Yevrosiyo xalqaro savdo markaziga yana bir bor xush kelibsiz. Bugun Marg'ilonda, Farg'onada katta bayram. Endi kelgan tomoshabinlar ham yordam berasizlar. 3 kecha sanaymiz, so'ng random dastur ishga tushadi. Hamma tayyormi? Demak, 1. Ya bunaqada bo'lmaydi. Sanaylik, birgalikda. 1. 1. 2. 3. Ketdi. Marhamat, qani ketdik aziz do'stlar. Birinchi g'olibimiz ekranda ko'rinyapti. Biletga qarayotganmiz. Bilet nomer birinchi bilet nomerini ko'rib oling. Marhamat. Qanilar? Qani? Mana g'olibimiz. Tabriklaymiz, birinchi bo'ldingiz. Keyingisi ko'rsating.
Demak, keyingi g'olibimiz Keyingi g'olibimiz. Xo'sh. bu nima? Aniqlashga harakat qilamiz. Birinchi daqiqalardan so'ng yana aniqlashni davom ettirishimiz mumkin ekan. Bitta musiqiy chiqishimiz bor. Yana bitta mehmon san'atkorimiz bor. Xullas, Ular bir necha chaqiramiz. daqiqadan so'ng men o'zi Damas g'olibini aniqlash uchun kelganman. Oranglarda lekin Damas g'olibi bor. Здравствуйте, Samiyaxon. Tuzukroq qarshi chalinglar, Samiyaxon sahnada. Marhamat. Farg'onaliman, если что. Astagina, astagina, etma yarim mani sani hastagina. Astagina, astagina, etma yarim mani sani hastagina. Etma yarim mani san devona, o'zimni o'zimga begona. Astagina, astagina, etma yarim mani sani hastagina. Yurak tak urar, yonimda bo'lmasang u seni so'rar. Ko'zlar seni izlar, yonimda bo'lmasang u seni so'rar. Astagina, astagina, etma yarim mani sani hastagina. Astagina, astagina, etma yarim mani sani hastagina. Yonaman, sonaman bilmaysan, bir yo'qlab o'zing hech kelmaysan. Va'dalaringda turmaysan, aqldan nozaman ko'rmaysan. Astagina, astagina, etma yarim mani sani hastagina. Astagina, astagina, etma yarim mani sani hastagina. Yurak tak urar, yonimda bo'lmasang u seni so'rar. Ko'zlar seni izlar, yonimda bo'lmasang u seni so'rar. Astagina, astagina, etma yarim mani sani hastagina. 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 Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Yadagor rahmat, o'xshamga xayr o'tsin. Samirxon, rahmat. Samiyaxon, zo'r ijodkor. Minnatdormiz. Xo'p, hurmatli tadbirkorlar, qo'lidagi biletlarni olasizlar. 10 tadbirkor aniqlaymiz. Random dasturi. Demak, 10 ta ishtirokchini birdaniga aniqlash jarayoni boshlandi. 10 g'olib. Ekranda sekundlar 2 1 ketdi. 047 058 0075 0111 0001 0081 0004 0084 0122 va 0110 bilet egalari. Ekran ko'ryapti? Ya, mana pasildini o'qish kerak. 143 37 210 129 95 216 176 124 161 126 tabriklaymiz. Bormi?
Bormi? Chiqdimi biletinglar? Chiqdimi? Bitta qo'l ko'taringlar. Bormi? Bormi? Tabriklaymiz. Boshlandi. Mambo. Choppa. Doggy style. No te canses. Tú di que la liga la mata, muñeca metiste la pata, deja ese paquete, si a ti te ganaste la ñata, busque mal por, la tipa se trancó, Demak, aniqladik. Ularni eshitib o'tiramiz. Marhamat. 0082 C0001 B0116 B0037 A0037 B0124 B0041 B0077 A0013 A0089. Chiqdimi? Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Chiqdimi? Qani, qo'l ko'tarib qo'yinglar. To'qqizta. Sababi bitta g'olibimiz bor. Shuning uchun 9ta. 9ta, albatta. Umumiy hisobda 30ta bo'ladi. Mana ular qarsanglar bo'lsin. Tabriklaymiz. Marhamat. A0002 B0063 A0003 B0042 A0057 B0039 B0068 B0080 B0047. Gap yo'q. Tabriklaymiz, qarsanglar bo'lsin. Bormi? Qo'linglarni ko'taringlar. G'oliblar. Qani chiqdimi? Nomeringiz chiqdimi? Bilet nomerlaringiz chiqdimi? Damas avtomobili o'ynaladi. Bitta qarsang chalinglar. Farg'onacha qarsanglar bo'lsin. Xo'p, qaranglar. Damas g'olibini aniqlashimiz uchun qani bizning marketologimiz, marketing bo'limi do'dam keling. Keling. Qaba qatnashadimi? Qonun qoidani tushuntiring. Shu 300 ta odam Yo'q, Damas avtomashinasida bizdan do'kon xarid qilgan mijozlar orasida aniqlanadi. To'g'ri. Damas avtomashinasida. Nechta odam, nechta o'sha xaridorlar? O'rtada do'konlar soni bo'yicha 400 dan oshiq 400 tadan oshiq. do'kon sotilgan. Mana shular ichidan aniqlaymiz. Ana, o'rtoqlar kim do'kon sotib olgan bo'lsa, o'sha 400 tadan oshiq odamlar hammasi ro'yxatda bor. O'tgan. Shular orasida hozir Damas g'olibini aniqlaymiz. Albatta, shunaqa. Bitta Damas. Bitta Damas. Hozir nechtasini aniqlaymiz, nechta odam aniqlaymiz? Xo'p, hozir 400 dan ichida etap-metap birpas aniqlab qo'ysak qiziq qolmaydi. Shuning uchun 400 dan ichidan boshlang'ich 10 talikdi. Undan keyin 10 taning ichidan omadli 3 tani va 3 taning ichidan bitta omadli. Ana, tushunarli bo'lsa kerak. Qaranglar, hozir 400 ta odam ichidan 10 ta odamni tanlaymiz. 10 ta g'olib. Da'vogar bo'ladi. Keyin 3 tasi chiqadi. Keyin 3 ta ishtirokchi agar shu yerda bo'lsa, ular sahnaga taklif qilamiz va bitta g'olibni ko'z oldingizda Damas g'olibini e'lon qilamiz. Hamma tayyor bo'lsa, qarsang chalsanglar, boshlaymiz. Yo, men bosmayman, men unaqa seriozli ishlar qila olmayman. Bos, ketdik. Boshladik. Ketdik. Quloq bosim bormi o'talikda ichidagilar? 10 talik. Xos, to'xtanglar. Qani qo'linglarni ko'taringlar, bormi? Mana qaranglar. Shu raqamlar. Bormi? 10 ta odam bormi? 10 ta odam. Bilet nomeringiz sizda bormi? To'g'ri kelyaptimi? Chiqdingizmi? Biletga qarang. Mana Bo'g'irsoqda bor ekan. Bormi? Sizda bor-a 10 taning ichida. Yana kim? Bu yoq tarafdachi. Mana. Bormi? Nomeringiz bormi-chi? Voy, mana. Mana. Do'ddam. Aka, stop. qora kim qo'yinaylik ekanmiz. Sizda bor. Men mikrofonni balandroq qilib bersinlar. Qaranglar. Endi shu 10 ta odam orasida 3 tani aniqlaymiz. Hamma tayyormi? Birgalikda sanaymiz. 1 2 3 ketdik. Qarsanglar bo'lsin. Mana ular, qarsanglar bo'lsin, mana. Xo'p, e'lon qilamiz. Pastlik raqamni e'lon qilasiz. Xo'p, pastdagi. Ha, 209. 209 190 118. Chiqaramizmi? Ha, chaqiramiz. Shular bormi? Shu yerdami? B0070. Qani, qo'lini ko'tarsin. Chiqing. Mana birinchisi keling.
Uchta. Mana bittasi. Keling, bitta. B0095. Mana sinimiz, keling. Mana ular jinoyatchilar. Qarsenchaliklar havas qilib. Ice cold Michelle fight for that white gold. Don't believe me, just watch. Keling. Saqlaga. Keling. Qani. Voy, mana bu bola hech kim chaqirmasa uchib ketdi. Yana bitta sinimiz. Mana bu tomondan chiqyaptilar. Uchta. Tekshirib qo'yamiz. Tekshirdi. Bas to'xtanglar, tekshirmasa bo'lmaydi. Bu yoqdan keling, sinim. Keling. Chiqdilar, to'g'ri. Qani sizniki ham? Xo'p. Ha, okey. Uni qilmaymiz. Mana bu tarafda zina bor. Nima qilyapsiz? Aldashingizni qani. Bu bor. To'g'ri, bu bola bor. Bu bola bor. Bitta. Sizni tekshiramiz. Kim? Bizni tekshiramiz. Yana bitta ishtirokchi bo'lish kerak. Qaranglar biletinglarga. Chiptalarga qaranglar. Ha? Qaysi yo'q hozir? Bor. Voh, keling, assalomu alaykum. Qayerdansiz? Bor. Marhamat. Kelinglar. Bos to'xtanglar, men bular bilan tanishaman. Xo'p. Xo'p, qayerdansiz o'zingiz tanishtiring. Marg'ilon, Ismingiz? Ibrohimjon. Nima oluvdinglar? Magazin Nechta? 3 ta. Yaxshi. Farg'ona shahar. Maqsadxon. Aha. Nima xarid qiluvdingiz? Nechta? 2 ta. Qanaqa do'kon qilasiz endi? Kiyim-kechak, oziq-ovqat. Yaxshi. Ha, turishingni qara. Xuddi bir ish qo'yilayotgandek turibdi-da. Ismlari? Murodjon, qayerdan? Quvasoydan. Nima oluvdingiz? 2 ta do'kon. 2 ta do'kon. Ochildimi? Yo'q. Bo'ldi. Uylanganmisiz? Yo'q. Baxtli bo'l. Xo'p, endi bular orasida g'olib aniq. Hozir aniqlaymiz, ha? Damas mashinasi, o joydan. Mashina bormi? So'ra, mashina bormi? Bor mashina, bormi? Sizdachi? Ya, unaqa bo'lmaydi. Sal yetim yoqinglar. Damas bormi deb so'rang. so'rang. Ya, mashina bormi degandachi? Yo'q deyishdi. Niyat qildim deng. Ha, men sezuvdim, biluvdim, yutishimdim. Ozgina. Sizda ham mashina? Uchaloqligini haydab yuboraymi? Kerak emas-da bularga mashina. Biz bo'lishib olamiz. Mashina kerakmi? Damas. Qarang, qancha odamga Damas kerak. Botir aka, hozir aniqlashdan oldin bitta eng asosiy e'lonni yana aytib o'tmoqchimiz. Bu oxirgisimiz. Yana do'kon xarid qilinglar. Yana katta sovg'alar oldinda bor. Mashinalar, yana boshqa sovg'alar. Hozirgi biz Damas egasini aniqlab olamiz. Hali do'konlarni sotuv davom etyapti. Agar siz yana do'kon oladigan bo'lsangiz, shunaqa imkoniyatga chiqishingiz mumkin. Ma'lumot o'rni. Bu boshlanishi va biz boshlanishidagi Damasni aniqlaymiz. Xo'p, taxmin qilamiz. Kimga chiqishi mumkin 3 ta ishtirokchidan? Meni fikrimcha shu bolaga chiqadi. Men sigirimizga chiqsa kerak deb o'ylayman. Xo'p, sizni fikringizcha bu opaga chiqadi. Go'zal, sizda bitta variant o'sha bola qolyapti. Demak, menga chiqadi. Menga fikrimcha shu Quvasoylik bo'ladi. Ya'ni ko'ramiz yana. Yo'q, endi bitta narsada men mashina berishdan oldin, qaranglar. Mashinani g'olib aniqlashdan oldin, o'zi mashina yutiladi-yu. Mashina yutilgandan keyin nima bo'ladi? Mana savol berib ko'ring. Mashina yutilgandan keyin nima bo'ladi? Uydagilar haydaydi. Uydagilarni boshib ko'ramanmi? Nima bo'ladi? Gapir. Siz tushunmadingiz, yaxshiroq savol Mashina berdingiz. yutdingiz, nima qilasiz? Mana mashina yutdingiz, nima qilasiz? Birinchi qiladigan ishingiz nima qilasiz? Suyunasi. Mashina yutgandan keyin, mana mashina yutib oldik. Tasavvur qiling. Nima qilasiz? Uydalarga aytamiz. Voy, tushunishmadi. Opa. Menimcha. Opa, meni yo'qlab keling. Xursand bo'lasiz. Opa. Xursandchiligingizga bo'lishasiz moshina. Mashina yutib olsangiz, nima bo'ladi? Nima qilasiz? Oshqib beraman. Xursandchilik bo'ladi, oshqib beraman. Oshni bosib ko'ramanmi? Nima bo'ldi? To'xtab turishdim. Nima bo'ladi bilasizlar? Ha? Ha, onam xojona. Bitta qarshi olib qo'yinglar. Xojonam. Va baloni bilar ekansiz. Yomon ekansiz. Eshitdinglarmi nima dedilar? Suyunchi degan narsa bor dedilar. Ha? Ne tirjayapsan? Xo'p, tayyormi hamma? Tayyorsizlar, boshlaylik. Kalit ham yerda. Kalit top kelganini qaranglar. Yo'q, hamma tayyor bo'lsa, hozir random dasturni ishga tushiramiz va 3 ta ishtirokchi orasida g'olibni aniqlaymiz. Hamma tayyormi? Farg'ona ovozingizni eshitmayapti. Qaranglar, kimga chiqsa ham o'ynab berasizlar sahnada. Kimga chiqsa o'ynab berishadi. Qani ketdik. Birga sanaymiz. 1 2 3 ketdik.
qarsaylar bo'lsin. Qani! Va Damas g'olibi! Anjon polga qani? Ketdi! Bitta olqishda qo'yinglar. O'ynab bermasingiz bo'lmaydi. Davay, davay! Rahmat. Hop, hammani oldida tantanali tarzda topshiramiz. Bitta guldiroz qarsa chalib qo'yinglar, mana shu yigitga yozilgan ekan. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Baxt bu ham katta omad. Quvasoydan kelgan ukamiz ismingiz? Marg'ilon. Marg'ilon. Marg'ilonda, Marg'ilon. Uchta do'kon soat. Damas Marg'ilonga ketdi. Damas Marg'ilonga ketdi. Marg'ilon. Qoldi Marg'ilonda-da. Gap bo'lishmas. Nima ish bilan shug'ullanasiz? Tadbirkormisiz? Parda magazin sotamiz. Parda. Parda bo'yicha. 3 ta magazin hammasi pardali. Ha. Nima nomi pardani? Nima? Pardani do'konni reklamasi bormi? Ha, Alsin. Alsin parda magazini. O'shani aytingda, hozir shuncha muxlis o'tiribdi. To'y qiladiganlar bor. Qat'iy murojaat qilishsin, ayting. Hozirda kombinat parda bozorida ishimizni yuritamiz. Alsin parda magazini. Kelgusida endi bu yoqqa ko'chib o'tamiz. Bitta guldiroz qarsaylar bo'lsa, ukamizni tabriklaymiz. Damas avtomobili muborak bo'lsa, hammasi haqqoniy bo'ldi. Hamma xursand, menimcha. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, baxtli bo'ling. Tabriklaymiz. Marg'ilon muborak bo'lsin Damas. Damas muborak bo'lsin, Farg'ona, Marg'ilon qarsaylar bo'lsin. Rahmat. Minnatdormiz. Albatta. Rasmga tushamiz. Suratga tushamiz. Va mana shunday daqiqalarda qo'lga tushgandan ko'ra rasmga tushgan yaxshi. Hammalarga o'tagan rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar sizlar. G'olibimizni tabriklaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. joiz egilib olishingiz mumkin. Va endi aytadigan gapimiz bor. Keling go'zal qop. O'rtoqlar, hammanglarni yaxshi ko'ramiz, hurmatli Farg'ona xalqi. Xuddi shunaqa g'olib bo'lishni niyat qilgan bo'lsanglar, bemalol Yevraziyadan do'konni xarid qilishni tavsiya qilamiz va do'kon xarid qilganingizdan so'ng albatta shunaqa tadbirlarda bemalol faol ishtirok etib, ajoyib qimmatbaho sovg'alar egasiga aylanishingiz mumkin. Ha, juda ham to'g'ri ma'lumotlarni ta'kidlab o'tdingiz. Haqiqatan ham hamkorlikka barchangizni chorlab qolamiz. Mana shunday chiroyli tarzda sizlarni sovg'alar bilan, avtomashinalar bilan xursand qilib borishadigan umiddamiz yana keyingilarda. Xudo xolasa bugun qarang, Farg'onada necha gradus bo'lishiga qaramasdan shuncha mehmonlar kelishibdi. Vodiyni turli nuqtalardan, turli go'shalardan. Hammanglarga rahmat, kelganinglarga rahmat. Vaqtinglarga rozi bo'linglar, sog' salomat bo'linglar. Bugun hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Mana shunaqa chiroyli kayfiyatda tadbirimizni. Xo'p, tadbirkorlar sovg'asini beramizmi? Sovg'a bor ekan yana. Ha, yanami? Sovg'a. Yana sovg'a bor ekan. 29 ta sovg'a bor. Qachon beramiz buni? Xo'p bo'ladi. Tadbirkorlar uchun sovg'alar bor ekan, kir mashina, katta-katta esdalik sovg'alari, mana shularni ertaga ofisda olishingiz mumkin ekan. Xo'p bo'ladi, mana tushunchalarni berishyapti organizatorlarimiz. Demak, sovg'alar qachon beriladi? Berildi sovg'alarimiz. Rahmat Amirbek, minnatdormiz. Bugungi kechamizni tashkilotchilari. Final Botir aka. Tashkilotchilarga rahmat. Mana shu nima deydi? Maskan rosa zo'r bo'pti, ko'z tegmasin. Men ko'rib havas qildim. Bu yerni o'zini nomi bor ekan, chiroyli nomlanishi. Naryoqda fontanlarni ko'rib, umuman festivalda bo'lib o'tdi, bir qancha konsert dasturlar bo'lyapti. Iloyim, niyat qilamiz, har doim shunaqa tadbirlar ko'p bo'lsin, lekin bunaqa tomoshabin, bunaqa muxlis boshqa joyda yo'q. Farg'ona nomeradi. Albatta. Farg'ona, Marg'ilon, Omad shouning o'sha mashhur sevimli boshlovchimiz Botirxon Imomxo'jayev Farg'ona Marg'ilonga tashrif uchun bitta olqishlab qo'yinglar aziz do'stlar.
Tashrif buyurganingiz uchun o'z tashakkurlarimizni izhor etib qolamiz tashkilotchilarga va qolgan tadbirkorlarga va shu bilan birgalikda xavfsizligimizni ta'minlab turgan ichki ishlar organlari xodimlariga ham alohida o'z tashakkurlarimizni izhor etib qolamiz. Albatta aziz do'stlar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha salomat bo'ling. DJ Romich, Sog' bo'linglar, salomat Teja bo'linglar. Sound. Bizlarni ajoyib boshlovchilarimiz Go'zalxonga, Hoji Akbar ukamizga rahmat, tashkilotchilarga rahmat. Xudo xolasa, yana shunaqa tadbirlarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar. Rahmat.